Hozir sizlarga juda mazali salat tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun bitta o'rtacha kattalikdagi kartoshkamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab, qovurib olamiz. Qizil piyoz salatga maza berib, hazmni yaxshilaydi. Piyozni ham ikkiga bo'lib, bo'yi baravar uzun-uzun to'g'rab olamiz. Muzdek suvga 1 osh qoshiq uksus solib, piyozimizni marinovka qilib olamiz. Piyozni boshqa masalliqlarni to'g'rab olgunimizcha suvda qoldiramiz. Bodringni ham xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Salat masalliqlari bir xil to'g'ralsa, salatning ko'rinishi juda chiroyli va ishtaha ochar bo'lib chiqadi. Salatimizga maza berib turadigan baliq filesini ham uzun-uzun qilib to'g'rab olamiz. Salatimizni yig'ishdan oldin suvga botirib qo'ygan piyozimizni suvini silqitib olamiz. Bu salat uchun kartoshkalarni qovurib oldim. Kartoshkani qaynatib ham solsa bo'ladi. Salatga piyozni marinovka qilmasdan ham solsa bo'ladi. Men salat mazasini kuchaytirish uchun marinovka qilib qo'shdim. Bu salat uchun ukrop ko'kati juda yaxshi qovushadi. Mana salatimiz ham birpasda tayyor bo'ldi. Endi idishlarga solib, dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Menga sizlarning fikringiz muhim. Bu salat uchun kartoshkalarni qovurib solgan yaxshimi yoki qaynatibmi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga obuna bo'ling, yurakchani qizartirib qo'ying.